Bugungi mavzuyimiz oila huquqlarini himoya qilishi va qonunchilik va amaliyot. Iloji boricha mavzuni sodda va tushunarli gapirib berishga harakat qilaman. Oldingi darsda ham o'tganmiz oila huquqlarini himoya qilish va qonunchilik va amaliyot mavzusini. Bugungi mavzularni mustahkamlab ma'lumot berishga harakat qilaman. Prezentatsiyamiz boshlanishidan shunday introduction, ya'ni tanishtirish qismidan boshlanadi. Har qanday oila jamiyatning asosiy bug'uni hisoblanadi. Unday qonun huquqlarini himoya qilishi asosiy omil sifatida tasdiqlanadi. Oila asosiy jamiyatning bug'uni bo'lib, uni tasdiqlashda va huquqlarni himoya qilishda jamiyatda umumiy huquqiy ongni shakllantirish eng muhim omil sifatida tasdiqlanadi. Respublikada oila huquqlarini himoya qilishning asosiy va bosh bug'uni yoki bo'lmasa bosh qomusi hisoblanadi. Bundan tashqari ham alohida qonun hujjatlar mavjud bo'ladi. Oila huquqlarini himoya qilish bu er-xotin o'rtasidagi bo'lmasa oila a'zolari o'rtasidagi huquq majburiyatlarni teng taqsimlash, ya'ni ular orasidagi huquq majburiyatlarining teng o'zaro tengligi, ular orasidagi majburiyatlarning to'g'ri taqsimlanishi bevosita oila huquqi tomonidan himoya qilinadi. Huquqlarning himoya qilinishi esa bevosita oila o'rtasida bo'ladigan munosabatlarni tartibga solish, ular o'rtasidagi nizolarni qonunchiligi bilan nizolarni sudsiz hal qilish orqali qonunchilik va amaliyotni bo'lib olishimiz mumkin. Qonunchilik qismida biz faqat ular o'rtasida bo'ladigan oila munosabatlarining huquqiy asoslarini, ular bilan bog'liq hujjatlarni o'rganamiz. Amaliyot qismida bo'ladigan esa ular o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni sud orqali yoki bo'lmasa sudsiz fiqh organlari orqali hal qilish, ular o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni tinchlik bilan hal qilish orqali muammolarni keskin kamaytirishda asosiy omil sifatida tasdiqlashimiz mumkin bo'ladi. Oila huquqining himoya qilinishida tomonlarning o'zaro kelishuvi, tomonlarning o'zaro munosabatlarini tartibga solish, huquq va majburiyatlar o'rtasida tenglik, qaysi tomonning dominant bo'lishini oldini olish yoki bo'lmasa ikkala tomonning teng majburiyatlardan xabardor qilishning asosiy omil sifatida tasdiqlash mumkin bo'ladi. Xo'p, hammaga muhim savol, oilaviy zo'ravonlik deganda kim nimani tushunadi? Oilaviy zo'ravonlik deganda oilada bir tomonning ikkinchi tomondan ta'sir qilishini tushunishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri. Oilaviy zo'ravonlik deganda biz bir tomonning ikkinchi tomonidan huquqlar majburiyatlarini bayon qilishi yoki bo'lmasa unga nisbatan bosimlar bo'lishi, uni o'z majburiyatlarini vaqtida bajarmasligini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Bu tushuncha xalqimiz orasida keng tarqalgan yoki bo'lmasa dolzarb muammolardan bittasi sifatida sanaladi. Bunda qonuniy yechimlarimiz mavjud bo'ladi, lekin uni hamma ham xabardor emas. Huquqiy madaniyatning pastligi sababidan ham ayrim kishilarda o'zini huquqlarini himoya qilolmaslik holatlari kuzatiladi. Ularda o'z mavzuni dolzarbligining ahamiyati shunday iborat. Masalan, oilaviy zo'ravonliklarning holatlari, bolalarga nisbatan zo'ravonlik, ota-onaning huquqlarining buzilishi, farzandlarning huquqlarining buzilishiga munosabatlarning asosiy qismi oila huquqlarining himoya qilinmasligidan, ya'ni bo'lmasa huquqiy sababkorlikning yetishmasligi sababida kelib chiqadi. Shuni aytishimiz kerak bo'ladi, oila huquqlarini himoya qilish mavzusi oila huquqining eng asosiy dolzarb mavzulardan bittasi hisoblanib, bunda huquqiy sababkorlik asosiy muhim ahamiyat kasb etadi. Biz buni yetkazib berish, targ'ibotni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali bu holatlarni ancha kamayishiga, sudsiz nizolarni hal qilishga, aliment to'lovlarini undirishga, turli muammolarga, dolzarb muammolarga yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Shunday aytib o'tishim kerak, biz oila huquqlarini himoya qilishi qonunchilik va amaliyot ko'rinishida bo'lib, qonunchilik asosan biz qonun hujjatlari o'rganish, uning asosiy tamoyillarni, huquq asoslarini o'rgangan bo'lsak, amaliyot jarayonida bu bevosita bu jarayonlarni hal qilishi, sudsiz yoki huquqiy organlarning bevosita mavzuga oid harakatlarini, amaliyotlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Amaliyot qismi bugungi kunda sayozroq yoki bo'lmasa bir qator turli muammolarga ega. Sud jarayonlarining cho'zilishi yoki bo'lmasa meditatsiya jarayonlarining bir qator qiyinlashuvi, aliment undirishdagi qiyinchiliklar kabi holatlarni aytib o'tish mumkin. Bu holatlarni ko'proq raqamlashtirish, bugungi kunda ko'plab qarorlar qabul qilinyapti, bu jarayonni yengillashtirishga oid. Shular jumlasidan aliment jarayonlarini raqamlashtirish, shuningdek farzandlikka olishgan holatlar barchasini raqamlashtirish orqali bu muammolarga yechim sifatida tasdiqlanadi. Ko'pchilik holatlarda huquqiy sababkorlikning pastligi sababli muammolarni hal qilish bir qator qiyinlashadi, bevosita nizolarga olib keladi, sud jarayonlarining cho'zilishiga, asosiy muammolarga yoki bo'lmasa muammolarni hal qilish jarayonining cho'zilishiga olib keladi. Mana shunday aytib o'tishim kerak, mavzuni yorib berishga harakat qildim. Ularning asosiy nizom tuzilishi, bekor qilinishi, oila huquq majburiyatlar, farzand huquqlariga oid asosiy terminlarni tushuntirishga harakat qildim. Bugungi mavzumizning asosiy ham shundan iborat edi. Rahmat.